Alloh taolo yaratgan mo'jizamiz. Mineral desiz mineraldan yuqori. Tabiiyligi bo'yicha tengi yo'q. Min dardga davo do'stlarim. Shifo eshiklarimizni ochishda kalitimiz hisoblanadi. Hujayra darajasida ishlovchimiz, zaharlarni, toksinlarni hujayradan tortib sug'urib oluvchimiz, yengillik berib og'irlikni kamaytiruvchimiz, immunitetni tartibga soluvchimiz, kalsiyimiz, magniyimiz, ruhimiz, temirimiz, misimizdir do'stlar. Suyak va bo'g'imlarimiz haqiqiy ozig'i, jigar hujayralarining ozig'i, nerv tolalari aytmaysizmi, barchasini ozig'i. Hujayra darajasida ishlash bo'yicha chempionimiz. Albatta do'stlarim, belgi bilan emas, sababi bilan tuzatadi, shifo beradi do'stlarim. Qo'limdagi ushbu giyoh mumiyodir do'stlarim. Albatta tabiiy ne'mat. Mumiyoligini bilganlari bor, bilmaganlari bor. Albatta buni me'yordan ortiq iste'mol qilish mumkin emas. Kimlarga taqiqlanadi? Albatta kuchli infeksiyasi borlarda, istamada, faol onkologiyada, nazoratsiz qon bosimlarida, voyaga yetmaganlarda, ichki qon ketishlarda va homiladorlik holatlarida tavsiya qilinmaydi do'stlarim. Soxtasi va originalini farqlash uchun undan shunchaki hidlab ko'rish anchagina samara beradi do'stlarim. Soxtasida kerosin yoki benzin hidi kelishi mumkin. Buni iste'mol tartibi: 30 kun ichiladi, 14 kun dam olinadi. Yiliga 3 marta ichish kifoya qiladi do'stlarim. Surunkali ichish tavsiya qilinmaydi o'rtoqlar. Guruch donasidek 2 mahal holatingizga qarab yoki 1 mahal 50 gram suvda eriting yoki til tagida shimib shunchaki dam oling do'stlar. Hech qachon kasal bo'lmanglar. Omad tilayman.